Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Hozir anglaydığınız mərhum Abdüşkür Muhammad Eminning hayot kashmish tasvirlangan asar Ezgulik malaikasi. 17-bob. Tarsa qo'yun. Bir mahal chiqqan qo'yun bo'ldi munar, bo'ldi push endi ko'zdan oshgan bahor. Hasrata cho'llikmi bu putmas qo'yun? Yer yalab gul bergiga bergan azar. 4 kishilik guruh tarmar qilingandan keyin kishilar bir qitim erkin nafas olgandek bo'ldi. Men qizg'in eziqchilik bilan bo'ldim. Kunlarning birida bir do'stimiz bilan Urumchining janubidagi Nansan tog'chilg'isiga sayliga chiqdim. Bu yerga yoshlik davrimda chiqqancha edim. Kim bilsin, ayni zaman hokimiyat sohibi Sayfiddin Azizi apandi meni dasturxonga taklif qilib qoldi. U kishi yumshoq pishirilgan qo'y kallasini pichoq bilan oldimga qo'yib qo'ydi. Bu ishni qoida bo'yicha baja qildim. G'izodan keyin paranglashishga tutib oldi. Boshqalar qarg'a etishga ketib qolgan edi. Söz arasida men kutilmagan yerdan savol qo'ydim. 20-asr birer mo'chaldan ko'proq vaqtdan keyin oxirlashib qoladi. Ota-onalarimiz uni qanday kutib olganligini bilmaymiz. Bizmi xalq teatrxonasida yig'in ichib, gezlar, she'r besibla 21-asrni kutib olamizmi yoki taklimakandagi qumdek chechilib ketgan madaniyat tariximiz, madaniyat miroslarimizni to'play to'plab 86 qilib xalqqa topshirish bilan xotirjamroq kutib olamizmi deb so'radim. Sayfiddin Azizi bu so'zga dastlabida hayron bo'ldi va keyin tushanda bo'lg'ay, ha 86 qilib yig'amiz, bo'lmasa avlodlar unutilib ketadi dedi. U o'zining milliy madaniyat va san'atdagi orzularini tilga elib, o'zining Xinjiang opera o'migi tashkillaganligini, maqsadi 12 muqomni 12 opera qilish ekanligini aytdi. Men 86 ta ulug' xizmat, chechilgan qum bilan to'plangan 86 ta ansizlik bilan ongning ro'shan chegarasini gavdalantirdi. Ammo 12 muqomni operaga aylantirib qo'ymagan yaxshiroqmikin? Chunki muqomlar boshqa mujassam janr, nuqul opera emas, dedi. Uzoqdan, ya'ni 1950-yillarda Ozarbayjon, O'rta Osiyoda boshlangan, keyincha natijaga ega bo'lmagan muqomni opera simfoniyaga aylantirish havasida bo'lg'ashqa, bu tema uzunroq so'zildi. Oxiri o'zat dastlabda muqomlarni yangidan lentaga elish, ovoz sifatini yaxshilash, keng jamoat bilan qayta yuz ko'rishtirishga qiziqdi. Chunki bu chaqda texi muqomlar qariyib deb cheklangan. Turdoxun akidan elingan lenta ko'nragan. Birla nusxa bo'lib, ba'zi so'zni farqlantirishmi qiyin edi. Nansandagi so'zlashishdan keyin maktab tashkili mening muqomlarni tartibga selishga mas'ul bo'lishim haqida Abdunum rayonlik partikom tashviqot bo'limining taklifini uqtirdi. Abdunum rayonlik partikom tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Xo'ja Ahmad Ablayev Abdunum rayonlik madaniyat nazoratida ochgan ko'p kishilik suhbat yig'ini bir qancha kun davom qildi. Ba'zilari 12 muqomni partiya, armiya, xalq kommunisiga atab o'zgartishni, ba'zilari uning nazmlariga mavzuning she'rlarini selishni, ba'zilari muqomlardan opera ishlashni tashabbus qilishdi. Bu qatmal zamonning hamoqat yordamchisi edi. Bu ajablanarlik emas edi. Oxiri so'zlashga to'g'ri keldi. Men Uyg'ur muqomlari Uyg'ur milliy madaniyati va folklorining bir qismi ekanligi, uni siyosiy temalarga bog'lab qaramaslik lozimligi, u siyosiy kengashning umumiy programmasi qilib qaralmasligi, uning nazmlarida Mavjushi yoki Xuajushi, Rais Xuagofun, Tianshan yoki Tayxangshan degan iboralar bo'lmasligi,
Muqam öz qonuniyatiga xilof operaga aylantirilmasligi, muqamlarni qafasdan chiqarib xalqqa qaytarish lozimligini so'zildi. Gap jiddiy edi. Muqam xizmati jarayonida bu haqdagi kitobimni Uyg'ur xalq klassik musiqasi 12 muqam haqida yozdim. Bu kitob originali 8 qitim yozildi va ratlandi. Beşimda o'ngchi qalpiqi texi ilgirgidakli turadi. 1978-yili bosh bahorda o'ngchil delo og'dirishga qarshi harakat bo'rini ko'tarildi. Ko'tarilsa dengizda do'lqin urilatdi qiyog'i dastlab. Qarlar erib, gara kelsa kun soy yo'lini bosatdi salab. Çaplanğan cho'ng xatlik gazetlarda bu qitim men to'g'riliq hech narsa yo'q edi. Biroq Şinjanğa yangi kelgan Abnum rayonluq partkomining birinchi sekretarining ismimni takror tilga elishi menga ofat keltirgan bo'lib, qaysidir Uyg'ur tili uning quliqiga pichirlagan edi. Men yana o'rganish kursiga qamaldim. Bu dastlab maktab kutubxonasi 2-qavatidagi bir uyda. Keyin Adabiyot fakulteti 1-qavatidagi derizasiz uzun qasnaq uyda davomlashdi. Ra'no ustida yana ig'vo boshlandi. Uning atrofida ayol kishi ustida avangardlik qiladigan erlar xiyla rahimsiz edi. O'zi ustidagi ig'vo va so'roqqa pisand qilmagan Ra'no meni har kuni yo'qlash keladi. Menga harbiydan qaytgan 3 xanzo yigit qaraydi. Ular tamoqni menga yetkazib beradi, ammo Ra'no bilan ko'rishtirmaydi. To'xtagan opam bolalar bilan tamoq to'shiydi. Quluplangan eshik sirtiga kelib, talmirib o'ltiradi. Men bu yigitlar bilan chiqishib oldim. Kutubxonadan insonparvarlikka oid ilgiriki adabiy asarlarni oldirdim. Ular bekorchilikda o'qishga berildi. Har qitim tamoqni ko'proq akaldirib, bildi yeyishdi. Masalamning yo'qligidan ularni xotirjam qildim. Ular bir-birlab eridi. To'xtagan opamni, bolalarni keyincha Ra'noni kirgizib qo'yib, sirtqa chiqib ketadigan bo'lishdi. Endi Ra'noga kampit qog'ozi ichiga sig'inish she'rlari yozib chiqarishga hojat qolmagan edi. Kashlarda hatto menga harbiychi kiyimlarini kiydirib, bozorlar, bog'larni aylantiradigan bo'ldi. Qonuniy yo'sinda kunda 1 soat peshin vaqtida nazorat ostida oftobga soladigan bo'ldi. Men yo'qlaydiganlar ko'p edi. O'quvchilar atayin shu chaqda to'plashib qarashadi. Sirtdan yoshlar kelib, yaqinlab o'tgan bo'lib salomlashadi. Ammo men to'g'riliq pash qilish materiali yozgan mashhur shoirlarmi bo'ldi. O'g'limga to'mirdan chani kapsharlab bergan tok ishchisiga selishtirganda, bu pash qilg'uvchilarning ichi tor va qorong'u edi. Ular xuddi yezilarda terakka esib qo'yilgan simliq radio sandiqiga o'xshash xoslikqa ega edi. Men vaziyatning madaniyat zo'r inqilobining oxirgi buluti ekanligini sezatdim. Meni ikkinchi uyga ko'chirib nazorat qilganda masala topshirish uchun bergan qog'ozga 10 parcha hikoya yozmoqchi bo'ldim. Uning birinchisi Tosh pari edi. Chag'an mazgili mening yenimga kelgan boshqurg'uchi uyda bayram o'tkazishni aytdi. U chiqib ketib etib, "Yuktaxni elib ket, kelmasangmi bo'ladi", dedi. Arkasını qilib. Nöldən başlanğan bu qamaq nöl bilan oyoqlashdi. Ammo u shundoq jiddiy boshlangan ediki, men mundaq she'r yozgan edim. Kütərmən barcha mehmonni, ayanmay hamma imkonni, peqirni yod etib kelgan g'iribni yoki sultonni. Magar kelsa bu jonim qasdida arboi qotilmi? Qaqaqlab tutmaqim shartki, tenim jamida qenimni. Mazorim izdiganlar uchritar shaydoini hayhot, heygoh ustida nag'ramda anglab shodiyanimni.
ikkinchi bölümge xatime. Rəna istil tutuşunun aldı kəyindeki iğara yıllar sınaqlarda altındək yaltırdı və ikinci ketimlik qabahatlik boranğa, atalmış mədəniyyət zor inqilabı dəhşətlərə düş gəldi. Mən bu ketimlik boranның şu zamanlardaki tarixda misli görülmegen, tağını küküm talqan qıladıgan, ruhi dünyaga taqıladıgan inqilab degen dəbdəbisidin hayat Mamad qismetlerini his qılğaşqa, Rənadın həm ənsirigen, həm onunğa qattiq içim ağrıqaşqa, onun insanlıq huquqi boyunca məndən ayrılıb, mana alaqadar əziyyətlərdən xali buluşunu təkrar tilga alğan idi. Rəna bu bir təlva boranda məndən ənsirəb çıxdı. Meni kütülmegen suiqəst və aldab tozaqı düşürüş yoki huduqdurup toqqa dəstişdən muhabbizət qılıb qaldı. O 26 yaşıdan 36 yaşıgacha bolgan en nevqiran güzel yıllarda en dehşetlik qismetge düş geldi. Tartib çıqırıldı, köreş qılındı, japalık nazaret astideki emgek selindi. Kiyim keçekleri qayçılanıp zebu zinnetler bulandı. Daq yerde yetişqi meşbur qılındı. Xalq içide bir taraf qılıngan dost düşman zidiyeti qilib qoyuldu. Bundaq muhitdimi o məndən nikahdan ayrılsıla, onu afətdən qutuldurup, ametke ega qılmaqqa vədi qilib, xət yazğıçılar çıxıb durdu. Vahalenki Rəna bu mislisiz topandın öz qalbini, aqli, iradesi və qaysarlikini kim qilib ötdi və mana noh kemisi boldu. Rənanın bu 10 yıldan artıq məzgildeki qismetleri həqiqətən əzgü malaikisinin qabahat devisi üstüdeki zəfər hekayeleri tizmisi boldu. Bu yıllarda onun ruhiyet dünyası davamlıq çeniqdi, östü. Rəna iğir yıllarının dəhştidən qaim idi. Vəhştidən tap təni qılmadı. O hiç kim üstüden çoğun xətlik gest yazğını, ıqva tarqatqını yox. O dəsləbki boranda soqulup ketadigan yalğan çeçek bolmay, göz külləri meyve töküdigan həqiqi çeçek idi. Zimistan körmegen bulbul, düşənməz bağı rahatni, kişi bilməz saadet qədrini, çəkməy riyazətni. Polat çox içirə yanmazsın, onundan zulpqara çıxmaz. Hərə dərgahıqı kirmək, eliştəz balu şərbətni. Xoşallıq içirə qayğı, qaza ilgidə ayəm var. Gururdun bixəbərlər pərq etəlməz ar və şəfqətni. Günahsız başına kəlsə, məgər böhtan uyat qılma. Onun məktəblərisiz bilməkən müşkül adaletni. Azab amətləri birlə, caba zinnətləridin pəm qıl, əqil nuranə rənayim, düşəngen üşbu hikmətni. Rəna ayallıq psixikisi boyunca hadislərə toyğur, vəhimə köngül, çöçügək, tavnazıq, təni tapıcı və səl yengilrək boluşu mümkün idi. Amma o mundaq bolmadı. O ayallar psixik tüzülməsideki yuşurun mümkünliklərini açdı. O aql və aql bilan toyunğan qayə, zihin və zihin bilan nurlanğan jirahni görərlik arqılıq öz ruhiyetini özünü başqırıdığan, ictimai umutsuzluqlarga taqat qıladigan, iğva bilan suiqasd qoyunlarga hoşyar kelgan. Meni her nə hadislərdə asrıya alaydıgan, turmuş və balalar tərbiyesini iğir muhitdimi çeverlik bilen ızcıllaştıra alaydıgan, özünü gün nurudək pak tutalaydıgan alicanab ruhiyet pəllisiga götürəlidir. Bu onun baylıqı, zinneti və hürmeti idi. Bu işlarga ilham bolğan нәрsə üç bolsa gerek. Xalq işlarga muhabbet, insani əxlaq, ailevi sadaqat. Bu əzgü həmmege qadirlik zörüriyet əməsmi? Rəna
hamma odamdek baxt saodatga talpinadi. Ammo uning baxt saodatning zodi nimaligi to'g'risidagi qarashi yaltiroq zibu zinnatlar, oliy yashil kiyim-kechaklar, yumshoq shirin yemakliklar, kebiri o'ynoq yurish-turishlardan xeyli farqlanadi. U baxtni taxt va badbaxtlik bilan boshqa bo'lgan pok, ezgu, go'zal shay'i, hodisa va turmush ustidagi amaliy iftixor deydi. U menga baxt halvoyi pashmak emas, balki xalqning rahmati bilan qalbning iftixori. Qarang, olma ichidagi qurtqa hamma yiqi olma, o'rin ko'ribsimi olma. U baxtlikmi degan edi. U qismat haqida to'xtalib, ömür so'zilgan vaqt tugagicha yashamoq. Bu xuddi kinoning film lentasiga o'xshaydi. Hamisha tamoq yeb, tamok chekib, ichimlik ichib, beg'am yetib, xalqdan evan tepib, butda ketib yashagan ömürning lentasidan yaxshi film chiqmaydi. Har bir odamga bir lenta berilgan. Nimani film qilib ishlash uning niyati va muhitiga bog'liq. Qismat film demakdir degan edi. Onun bu sözün mən mundaq bir şeir yazdım. Bu şeirimdə su və topudan bina bolğan adamның, hətta o bəxtli günlərə ega bolğandımı, hər xil faciəlik hadisidən xali bolalmaslığı yazılğan. Tügərmi həsrita aləm, kişilik dağıdın tursa, söy köz yaşıdın, cismi piğan tuprağıdın tursa. Kişi hətta saadet qoynida əndişilər çəkkəy, onun amətləri bəxtlərinin ahidin tursa. Əsərsiz bu əsirlər boynuğa gül çəkkili bolmaz, ünümsüz ömrü təntəklər fəsil yapraqdın tursa. Şunda qılıb, əzgü malaik xuddi Ramayana dastanıda xalq külpətni yengilmegende arqa-arqadan insanlar arasıga 3 qitim tug'ilib, xalqni 3 ofatdan qutqizgan Ramadek bu qitim meni 2-chi buhrondan qutuldirib chiqdi. Darvaqa jahon hodisidan xoli emas, ammo haqiqiy qalblarmi hodislar oldida xiraman emas. 3. bölüm. Hasretlik saadet. Beg'ishlama. Misranım kəsdi qolumni, tayg'ıным aldı meni, min qadaq yengna bo'lib sancıldı taqqan qalqınım. Sen yolumğa bağıvan, boldi ələm şadlıq yemi, şuna ay gün içrə məşəldək yoruqdur alıqın. 18. bab. Qadam izi ko'zga to'tiya. Qadam izi ko'zga to'tiya. Atan göhər, anan əngüştər. Vatan haki dərdinge dava, hatta şorluq suları şeker. JKP 11. növbətlik Mərkəzi Komiteti 3. umum yığını tarihi buruluş bo'ldi. Beşimdeki taş qalpaq g'ulab tushdi. Tömür daraxt çiçekledi. Bana yakki materiallarim xaltalarını qaytırıp berdi. Meni daryoga tashlaganda tenimge tangan bu taşlar qismatlarimga dard va qonliq sahibeler ilib kelgan edi. Ra'noning notivan qalbini mushu g'arq qilg'uchi qoram taşlar tilg'igan. Men to'norda rosa samsi yiqib, balalar bilan billa mehmon bo'lish uchun bu materiallarni to'norga soldim. Kim bilsin, u yonmadi. Qizirib, qoriyib, tutak bo'z chiqarib turib oldi. Uni to'nordan chiqarib, axlat sanduqi yanida benzin bilan barabarlab yondirishga to'g'ri keldi. U ba'zi personajlarning qalam pochiriklari va saxt qiyofati bilan qo'shilib yondi. Ra'no 4 o'g'lini yeniga tizib, xuddi qulluq qog'ozi kuydirilgan sohib Jamaldek kuydirilgan qog'oz ushqunlarga qarab ruhlangan edi.
Onun xoşallıqıdan əla huzurum nima qilsin, ha? Şundaq qağazlar köydi. Tartqan alamlar qaldı. Ziyankeşlik iblislerini bir qitimdala köydürüp tügetkili bolmaydı. Ular facia ximir turuşları. Öyümüzge mektep rəhbərləri, aqgönül kişiler, heyliger, xoşametçiler köplep kelişdi. Qızıq şu ki, qiyin yıllarda quturğanlar izchil esdaşlıq qılğuchi sahip qiran bolup elişdi. Bizge kelgenning hammasi mehman edi. Çünkü mehman sahipxana qimmatinin bahasıdan ibaret. Ata-anamning qabirsini yo'qlab nazir chiroq qilish iltimosim yillab besilib, hal bo'lmay so'zilib ketdi. Keyin uqsaq rahbarlik tarkibida barsi kelar, barsi kelmas, yo kelar, yo kelmas degan qarashchilar chiqqan ekan. Men davomli konsulxonalar ara bu iltimosimni ching tutdim. Bu safar oldida do'stim, saboqdishim Obul Islom Beijingga Millatlar nashriyotiga meni chaqirdi. O yerda huquqdor edi. Beijingga safar qildim. Millatlar nashriyotida Uyg'ur klassik muzikasi 12 muqam haqida degan tunji kitobim nashr qilinib, 3 qitim qayta besildi. Bu 86 bo'lmagan Uyg'ur madaniyat va ilm-fan sohasida besilgan tunji xas kitob bo'ldi. Ammo alla kimlar mening kitobimni o'zining yo'qolgan kitobi deb arz qildi. Marhum tarixshunos Anvar Boytur Örümchiga maxsus kelib, Sakharubning kazzobligini aniqlab, kitobning nashr qilinishini ilgari surdi. Men ikkinchi qitim Beijingga Farabi haqidagi kitobimga material to'plash uchun Faruq o'g'limni elib poyezdda berib, Sovetlar Ittifoqining Jungodagi bosh elchixonasida viza rasmiyatini hal qilib keldi. Ata-ana qadam izini yo'qlash ko'z oldimizdagi yerning toshimning yerlishi edi. 1983 yili fevralda chegaradan o'tdik. Qo'rg'osning har ikki tarafi harbiy aslihalarini bo'shatmagan edi. Arqamizda bular qandoq chiqdi, oldimizda bular qandoq chiqoladi degan taajjub tabiiy edi. Nima degulik? Tarix o'zi ana shundoq narsa. Oldimizda dahshatlik tasvirlangan qarshi taraf qo'rg'os tamojnasi turadi. Ko'nirgan bir qavat korpus tozlangan, Gollandiyacha tammashga o'tin qalab, muzlagan uy istilgan bo'lib, tamlarda fashizmga qarshi urushdan keyingi tashviqot rasmlari shu peti sarg'ayib turadi. Bizni Qirg'izistondan kelgan kichik avtobus Olmatoga ilib bordi. Keyin aeroplan bilan Alatov ustidan uchib o'tib, Manas aerodromiga tushdik. Ondan keyin Abdulla Do'mbaq tag'amning hozirlagan chiroyli uyiga o'rinlashdik. Qiya chiyaga yig'azar va xo'shal-xo'ram uchirish aralashib ketdi. Birinchi haftada yurt kattalari, ota-onamning do'st birodarlari, urug' tuqqanlari, Uyg'ur olimlari, yoshlar kelishdi. Tojikistonga urush vaqtida tarqatilgan tuqqanlar, Olmata ziyolilarining vakillari, Toshkentdan taklif qilib kelgan fan arboblari bir-biriga ulanib kelishdi. Ular ichida Aziz Norinboyev, Ablis Abdulla, Qutluqov, Kapiya, Tursun Daryo, Batur Arshidinov, Asim Baqi, İbrahim Barat, Rabit İsmailov, Patigul Sabitova, Dolqun Yasin, Seyitcan Setishov qatorliq jamoat arboblari bor edi. Yana istil tustish nomidagi harakatda men bilan billa zarbilinib, keyin Sovetga chiqib ketgan bir to'p saboqdosh xizmatdashim har yerdan uchib tushdi. Bu bir mo'jizalik didor pasli visol ayyomi edi. Biz oldi bilan ota-onamning qabrisini ziyorat qilishimiz va hozirgi ijtimoiy muhitimizga munosib nazar qilishimiz lozim edi. Bu ishlar nihoyatda tez o'rinlandi.
Bishkek masjidining imomi, men bilan umrlik do'stlik ahdisi tuzgan hurmatli diniy olim Abdulmajid Qorim bu ishni joy-joyida taqqildi. U qo'lchidan chiqib ketgan edi. Ra'noning o'rinlashtirishi bilan biri un alg'u hindisiga onamning she'rlari elingan bo'lib, u mehmonlarga qo'yib berildi. Shunda qilib ota-onamning tuzukrak o'tkazilmagan nazar chirig'ini ular yotgan tuproqda el yurt bilan shundoq obdan o'tkazishga muvaffaq bo'ldik. Dadamning qabrisini opam yasatgan bo'lib, u Alı Archa qahramonlar qabristonligining darvozasidan kirib, o'ng tarafida o'rik tarixi yanada sadaq shaklda betonlashtirilgan. Apamning qabrisi cho'ng iriq idirliqi tegida bo'lib, bir döve tuproq beti qolgan edi. Betondan qabri qatirdik. Yoshlar bilan bu emgakni o'z qo'limda tamomladim. Datlashmas po'lat taxtiga to'q bilan bu ruboiy chekildi. Yetibdi ushbu tuproqda g'azal ham hijri sultoni, qatl arvoyi bo'ldi kutkinida vasli luqmoni. Kelib shaydoyi o'g'lum Shukrulla chekdi xat bir kun, g'azal hamroyidan titrar basharning sina qalqqoni. Apamның qaldırğan mirasları içində Rənağa atab saqlagan toyluq üzük və başqa zibu zinnətlər, pikap ilişimiz üçün amanat qoyulğan axça, muhimi xatiri sürətlər, xətçəklər, köp səhifilik şiir toplumu orijinali öy çıxdı. Rəna öy bisatlarını xal-xallarga xatiri üçün beribətdi. Biz bu diyarda 20 yıl turib qaldıq. Sığınğan yürekler kanmaz haletdə ussuz edi. Düşənbədən Orunbay aka közüge yaş elib, biz dehqan kişiler, qeni özünlər bilingizlər deb turib alsa, Toshkentdan Asım Baqi, Almatıdan Batur Ershidinov özünü əvətgən kişiler namıdın dəsləb şu yerdə mehman boluşunu tələb qılatdı. Bishkek şəhərlik hökumət 1 mayını Qırğızistanda ötközüşünü bekitib etgan edi. Ahire Rana aql ko'rsatdi. Qirg'iziston sohibxona. Boshqa yerda 1 mayni o'tkazsak beadablik bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, hozir shimol sovuq, janub issiq. Shunga biz Toshkent, Buxoro, qaytishda Samarqand, Toshkent, Frunze, Dushanba, Frunze, Olmutda, Frunze tartibi bo'yicha har qaysirini ziyorat qilsak, Olmutada muzlab, Toshkentda qizib ketmasak, her qaysır bilen şu joyning eng go'zal chig'ida billa bo'lsak, dedi. Onun fikri xaridorlarimizni dastlab o'ylantirdi va keyin xo'sh qildi. Yashangan abla tag'am, kelin cho'kan Ra'noli emas, Dana ekan, dedi. Onun ayoli Oyimxonachim, hamrohan bo'lgan bo'lsa, qanchalik xo'shal bo'lib ketadi-ya, deb ko'z yosh qildi. Şu arada Osman Ziya kirib keldi. O duadan keyin rast so'zladi. Hozir Olmutadan kelishim. Hammaning og'zida shu gap, hammaning ko'zida shu taqazzo. O'rnimda o'ltira olmay qoldim. O tom ovozi bilan meni istit tuzishda uchiqdigan heliqi yirik ovozi bilan bir tilla shiqlab tashildi. Көз алдымға оның чоң хақ, чоң нахақ көріші, murassaga o'rin yo'q. Eng ashaddiy o'ngchi bo'libda qolmasdan, yana eng uchiga chiqqan mag'rur, haqovur yerlik millatchi degan so'zlari, qiyofati, qo'l shiltishlari keldi. O mana Rana eshikdan kirishi bilan uni ko'rib, sabiy boladek hurkirab yig'lab ketdi. Men kim bo'lmasin uning yig'lashiga taqat qila olmaydim. Hech vaqasi yo'q. Dünya ana shundoq tuzilgan qurilma. Agar shu muhit, shu zamonda men bilan sizning aql hissiyotimiz, o'rnimiz almashgan bo'lsa, men mo sizni adabligan bo'lardim. Uning ustiga to'qinish hikoyalari yasimasa, mangu yashagan Tangrining ishi pishib qoladi.
22 yıllık Ömür Nazım Hikmet'nin çekken ziyaretini 2 qaplaydı. Riyazet çekey yoki rahat ko'ray, baribir bugungi kunim bo'ladi. Bugungi kalendarga ulanatdim, dedim men uning yig'isiga qarab ko'ngil yasab. Sizga rahmat aytsak bo'ladi, dedi Ra'na so'zimga ulab. Birinchidan bizning to'limi taqlab, so'lchillashib, ko'ranglab ketishimizni cheklab, ig'ir besiq, ravroz, pak yashashimizga muhit yaratib berdingiz. Ikkinchidan, mardonlik bilan bu yerga kelib, o'tgan ishga o'kindingiz. Helimi tarsa, tantaklik qilib yurganlar sizdan xeyli ko'p o'rgansa bo'ladi ekan. Osman Ziya bir chaqda boshqalar o'zidan qisos olganda, opamning mening xat orqali qilgan talabim bo'yicha o'zini doktorxona karvati yeniga kelib yo'qlaganligini aytib, shahar atlab kelib yo'qladi. Bu yolg'iz ona bola fojiasida mening kechirilmas javobgarligim bor, deb yana yig'ladi. Atrofda bir cho'ng saroy uyini to'ldirib turgan kishilar bor edi. Ular 1950-yillarning oxiridagi fojialik hodisalarning shohidlari edi. Ular ta'sirli sukunatga to'lgan, xiyol ekranlarida voqelik aslamalarni o'ylab o'tgan edi. Osman Ziya Fransiyada bir tuqunining uyida bizni mehmon qilib, Olmataga qaytdi. Uzoq o'tmay qazo qildi. Ra'na ota-onamning ruhiyatiga atab Qur'on tamom qilg'izdi. Men opam qabrisi beshida Hamroyi nomida bu g'azalni yozdim. Yetibman xoki tuproqda sunub parvozi javlonim, magar ko'rsang lahattin o'zga yo'qdir yuzda qalqonim. Shamollara o'lpitim doim, manga soqi yeshin yomg'ir, sening hijringni ozdab tanga tushdi jonga hijronim. Tomirda so'qmidi qonim, jasadda turmidi jonim, biroq qalbimda armonim sening vaslinga o'g'lonim. Sama yo'qdir, sana baxsam, ko'rinmas oy bilan xurshid, pig'onliq xasta bulbuldek, mana shu nazmi xandon. Sana hamroyi olamdar, behishtin vasli qutluqdir, netay tarik etsi jismimni, mening shu ko'rki ostonim. 19-bob Qalblar xazinasida. Tugar shoh ganjimu oxir, qalblar xazinasi cheksiz, qalblar xazinasin tashlab, berilma ganjiga hargiz. O'zini ko'rstar har kim, bu olam sahna har kimga, rolung birla yakuningni yozolmas o'zgalar sensiz. 8 mart kashqurunliqi ishik oldiga bir top mashin to'plandi. Biz Olmutda Toshkentdan kelgan Uyg'ur adiblari, san'atchilari bilan Fransiyadagi Uyg'ur jamoati to'plangan klubning ayvon zaliga kirdik. Kishilar chavoq chelib, gullar taqdim qilishdi. Suratlarga tortishdi. Vaqt soat to'shib, hamma jamoat yig'in zaliga kirdik. Zal yasangan Uyg'ur aholisi bilan to'lgan edi. Biz sahnadagi gullar tizilgan uzun shira kaynida ommaga qarab o'ltirdik. Yig'in raisasi Fatigul Sabitova, ya'ni mening saboqdishim, Ra'naning muallimasi, hozirgi shoira, yozuvchi, fan olimini xalqaro ayollar bayrami munosabati bilan nutq taklif qildi. Ra'na mendan pichirlab so'radi. Nima o'ylayapsiz? Bir sayohatni. Qanday sayohat? O'z xalqim qalbidagi risht sayohati. Mana bu manzara uning bir parchasi. Ular chechilib ketgan xalq, dedim men. U jim bo'lib oldi. Men uning uydan bu yerga chiqishdiki bir so'zni o'yladim.
Ayımxan açan, sizlarni yig'iniga qatnashdi deb qaytqanda xapiliq yetib qolmisin deganda Ra'na yo'qsu bu xalqaro ayollar bayrami, bu jihatda ixtilof yo'q degan edi. Deklamatsiya naqsh usul davom qildi. Qadimki Qarag'anlar shahri Ispijab, keyinki Avliya ota hozirgi Jambuldan kelgan Rabiyamning ravab bilan o'qigan yurt so'ygisi degan naqshisi yig'in ahlining qalb tarixini melodik tusga solgan edi. Mart-aprel oylari Uyg'ur jamoatchiligi bizni uy besib uchrat bilan chaqirishdi. Kitoblar, hatto tarixiy surat, rasmlar, gazet qiyinlargacha sovg'a qilishdi. Qirg'iziston madaniyati jurnali 50 parcha ruboiyimni e'lon qildi. Qirg'iziston qizlar pedagogika instituti maxsus salda garamlari bilan o'yin qo'yib qarshi oldi. Zalga kirish chiqishda ustoz shogirdlar chavak bilan uyri turib oliy qiyrindoshlik yetkazdi. Qirg'iziston san'at instituti mudirining hamrohligida Chaykovskiyning simfoniyalaridan ariya angladik. Maktab turmushini, o'qish, ijodiyat ahvollarini o'rgandik. Mudir, kompozitor o'z ijodiyati plastinkalarni sovg'a qildi. Ra'na bu institutda Qirg'iziston muzika ustozi, naqshchi professor Sara Kigizbayeva bilan ilgari Urumchida tanishqashqa qizg'in quchoqlashib ko'rishdi. Andan Ra'na Rena mudirlik qilayotgan usul maktabida bo'ldi. Qirg'iz milliy va hozirgi Yevropa modernizm usullaridan o'yin ko'rsatib kutib elindi. Frunze filharmoniyasida, Serik zalida, Qaynar namlıq Şampaniski zavodida ziyoratlardan keyin biz Qirg'iziston Davlat universitetida kutib elindik. Mudir, akademik va ijtimoiy fan professorlari to'plashgan edi. So'z Qirg'iz Uyg'ur tilida, tug'ishgan tilda davom qildi. Biz kitoblar almashtirdik. Ulardan Qachinbay Artiqbay o'g'li Manas tadqiqoti va Chingiz Aytmatov ustida to'xtaldi. Men Manas Uyg'ur Qirg'iz qeyrindoshlik muhitining mahsuli bo'lgan bu buyuk imposning cho'ng bir iqimi bizdagi qirg'izlar orasida. Yusuf Mamay ağa uni qayta ratlashga kirishdi. Kunlar kelib birlikda cho'ng hajmlik kinofilm ishlasak ajab emas, dedi. Men Aytmatovni talantli yozuvchi degan tabrikka boshqacha fikr bildirmadim. Talant qimmatli mo'jiza. Ba'zida xeyli nurg'un talant bir zaman ruhiyatini bezaydi. Aytmatov millat yozuvchisi. Agar talant yozuvchining donqini ko'tarsa, millat yozuvchisi o'zining emas, millatning donqini ko'tardi, dedi. Ular ruhlanishdi. Bu so'zni Aytmatovga baho berishdiki, mizon qilish uchun xotirlab olganligini dedi. Yengil paranglari tamoq ustida bo'ldi. Men Orxondan biz ko'chdik. Sizlarmi yetkeldinglar? Bu oddiy tasodifiylik emas. Buni tarixiy nuqtadan tadqiq qilishga arziydi. Shug'unisi sizlar Uyg'urlarga bir davlat qarzdor. Dedim men qirg'izlarning Orxon Uyg'ur xonligini munqars qilganligini nazar tutib. Kulishmak bo'ldi. Men yana muhimi Uyg'ur yağlıqları va Adiz qabilasining huquq talashishi va Qirg'iz qo'shinini boshlab kelishidan bu fojia bo'lgan. Qarag'anlarda, Saidiya xonligida, Arshi xonligida Uyg'urlardan Hidoyatulloh Xo'ja, Burhoniddin Xo'jadek kishilar chiqib, Kiydan Jo'ng'ar qo'shinlarini boshlab kelgan. Qirg'izlar Orxon davridimi, Tangritaqqa ko'chgandan keyin kichik baglik bo'lsa-mu, sirtdan qo'shin boshlab keladiganlar chiqmagan. Dedim, oldingi so'zimni yomishdim. Biz Qirg'iziston kino studiyasining bosh rejissyori Po'lat Shamsiyevning uyida mehmon bo'ldik. U Aytmatovning do'sti edi. Uning ayoli kuchaliq Uyg'ur qizi Ayturxon uning Manas filmida Aychuluk qiz rolini o'ynab chiqqan. Rejissorning uyi kino filmlarining surat, rasmlari bilan to'lgan bo'lib, ko'plagan bosh rolni Ayturxon olgan edi.
Ra'nani usulga taklif qilganda, u opamning bir g'azalini o'qib berishni so'rab turib oldi. Bu opamning yashangan og'riqchan holatdagi she'ri edi. Qo'yib avara bo'lmang may to'kilgan xasta jamanda, yiqib avara bo'lmang sham tutanmaz shamidanimda. Azaldin ta'lim shundoq va yoki qismatim furqat, tumanning nayza iskandar meni qiynaydi jonimda. Etrafdagilar yig'lashdi. Polat Shamsiyev rostdan ich og'ritqoq ko'ngilchan kishi ekan. Doktor professor Aziz Narimbayev, doktor Abdulaziz va kopiyalarni yig'lashdi. Başqa bir kuni biz Qirg'iziston kino film tarqitish o'rinda butkul zalda bir qancha kishi o'ltirib Oq kema filmini ko'rdik va xos ziyofatiga eg'iz tagdik. Fransiyadagi chaqlarda men qadimki Balasag'un xarobasini ziyorat qilish uchun Ra'no bilan enimiz Mavlon haydagan pikapda To'qmoq shahriga bordik. Bizni ziyorat qilish uchun Burana yodikorlik o'rnining mas'uli, tarix fanlari kandidati qirg'iz kishi chiqib kutib oldi. Biz xarobani ko'zdan kechirdik. Keyin xotira uchun qo'yilgan, ustiga ruscha, inglizcha, yaponcha xatlarda xotirlar yozilgan cho'ng albomning ikki betiga uyg'urcha xanzuch qilib, Qaraqanlar xandonligiga tava munar ko'rgazmaxonasi kutganda qayta ziyorat qilaman deb xotira yozdim. Xo'shish vaqtida ikki eg'iz so'z qildim. Traktorda uduldagi to'piliqni tuzlamanglar. U ko'l bilga Qidirxon yoki boshqa tarixiy shaxsning tuproq beshi bo'lishi mumkin. Ya'ni bu joyni Balasag'un deb bekitib atmanglar. Bu bir qabrgohlik, oltinliq bo'lishi mumkin. Balasag'un bu kichikina tog'liq doiraga munosib emas. Bu yer xuddi Turpan Idiqut Uyg'ur xonligi davridagi Idiqut, ya'ni Qaraquju shahriga emas, balki shaharning tog' tarafdagi Ostona oltiliqiga o'xshab ketgan edi. Keyin Qirg'iziston universitetining bir professori menga To'qmoq ozgonligidagi oq pishim Balasag'un bo'lsa kerak deganini aytdi. 3 million rubli. U chaqda 3,4 million Amerika dollariga baravar edi. Xarajat qilingan Balasag'un muzeyini salgan salmag'anligini bilolmay qoldim. Mana, 1-may yetib keldi. Shahar gul chechaklar bilan bezalgan edi. Biz parad munberi udulidagi kutib olish o'rniga keldik. Biz alohida taklif izniki bilan bu yerga nurg'un to'siqdan o'tib kelgan edik. May bayrami kunlari markaziy ko'chalarda mashina qatnashi cheklangan edi. Parad xalq turkumlarining natija modellari paradi bo'lib uzun davom qildi. Ra'no bu kuni alohida yasandi. Ko'nglimdagini aytsam, men to'laroq uning rosa voyga to'lgan qaddi qomati, jamoli va maftunkor latofatini qayta parad qilgan edi. 2 maydan boshlab saharlab Toshkentga yurib ketdik. Pikapni Mavlon haydadi. Uningda Ra'no bilan ikkimiz, inim Eldan bilan ayoli o'ltirgan edik. Yo'l bo'yi har biri manziliga chechilib oshpazlik qilayotgan Uyg'urlar bizni oldin xabar tepib kutib turardi. Tamoqdan boshqa pikapga gul, meva sharbati va ko'ktatlarni silib qo'yishardi. Yo'l bo'yi qadimki xaroba, Oisha bibi maqbarasi, Utrar, Farab rayoni va Yangi sayligoh Chimkent, Qizil O'rda yo'lidagi Qaynar restoranini aylandik. Jambulda Rabian oilasida qondik. Bu o't yurak naqshi cho'lpini bizni qo'y so'yib kutib oldi. Ko'z oldimizda Sirdaryo vodisidagi yoqut qal'a Toshkent jilvalanishga boshladi. Hurmatli anglarman, bugun mush yergacha o'qiylik, davomiga diqqat bergaysiz.
Xayr xoş. Salamet bo'lin.